Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men yana Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida istiqomat qiluvchi Usmonov Muzaffar Mahmudovchiman. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun 2025-yilning 2-dekabr kuni mana yana shu oq hashamatli binoga Farg'ona viloyatining hokimining murojaatlar bilan ishlaydigan bo'limiga kelib, men kuni kecha 2025-yilning 24-noyabr kuni shu Dang'ara tumanining Mulkobod qishlog'ida yashovchi Shodmonoy Mamatovaga ajratib berilgan yerni nima uchun o'zga fuqaro egallab olganligi haqida murojaat qilib, o'zimni Dang'ara tuman hokimlik tomonidan biriktirilgan rahbarlar shu murojaatni hal qilmagani uchun bu yerga kelib, men mana shu yerdagi murojaatlar bilan ishlaydigan Odiljon degan ismga topshirib ketgandim. Lekin bu qani meni murojaatim nima yakun bo'ldi ekan, kimga yo'naltirildi ekan desam, hozir bu joyda murojaatlar bilan ishlovchi Odiljon sizniki hammasi hozir shu bazaga yuborilgan, lekin 24-dekabr 2025-yilga cho'r sizga murojaatingiz bo'yicha munosabat berishadi dedi. Lekin minbarlarda yurtboshimiz Shavkat Miromonovich qolaversa, uning murojaatlar bilan ishlaydigan vazirlik xodimi shunday gaplarda aytgandiki, har bir murojaat 24 soat ichida munosabat bilan tekshiriladigan gaplar bo'lgandi. Lekin mayli, men yana bu meni murojaatim nima bilan yakunlanadi, men hali qiziqib turibman. Lekin mana bu Dang'ara tumanlik 1950-yilda tavallud topib istiqomat qilayotgan Mamatova Shodmonoyga bu o'zining qizlik davrida qolib ketgan yerini boshqasi egallab olgan, lekin o'sha joyimni endi bo'shatib bergin desa, buni na tuman hokimiyatidagi tegishli o'zini mutaxassis rahbarlar bu narsani bajara olmayapti. Lekin bu borada men Dang'ara tuman hokimi Shuhratjon aka Toji Hakimovga necha marotaba men bularni qabuliga kirib, bu aytmagan so'zim, gapirmagan gapim qolmadi. Lekin bu kuni kecha bu holatlar bo'yicha yana men qaytarib gapirib o'tgandim. Mana bu hozirgi hurmatli yurtdoshlar, mana bu 4-5 daqiqalik murojaatimni yana men bu Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorovga men murojaat yo'llamoqdaman. Lekin Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov, siz bu meni murojaatimga javobingizni men kutib kelyapman. Lekin mana yana men hozir xonadonimdan 90 kilometrga uzoqda joylashgan Farg'ona shahriga kelib, men murojaatimni so'rasam, murojaatim yo'llangan odamni men bila olmay qaytib ketyapman. Qani kutamiz, sabr qilamiz. Bundan so'ng hurmatli yurtdoshlarim, bu yana Dang'ara tumanidagi Chinobod qishlog'ida joylashgan yerlarni, daraxtlarni, mana yashil makon deydi, o joylarni paraganda qilib, xonavayron qilib, menga shartnoma asosida biriktirilgan yerlarni auksionga berib, sotuvga qo'yib yuborgan holatlari bo'yicha men gapirib o'taman. Qolaversa, Qoramol bozor mana hozir Dang'ara dehqon bozoriga qarashli zaxirada turibdi. U joyda ham bizni Shuhratjon Toji Hakimovimiz terak bozori qilib qo'ydilar. Endi mana bu bizni Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarma boshlig'i general-mayor Azbekrovni men bu Dang'ara tumanidagi Qoramol bozorida shu bizni Dang'ara tumanga tashkil qilib bering deb men olib borib, ko'rsatib, hamma narsalarni asoslab berdim. Lekin Azbekrovni ham
bu Shuhratjon Toji Hakimov bo'ldi, bu keldi ketdi degan gaplarni gapirib, bu Azizbek Ikromni ham vazifalariga sovuqqon munosabat bergan. Qani hurmatli yurdoshlarim, yana men bu murojaat qilishga yana keyingi safarda men tayyorman. Qolaversa, men murojaatim yakun bo'lmaguncha men bu efir orqali men o'zimni so'zimni to'xtatmayman. Oxiri va nihoyat Shavkat Miromonovich o'zlari aytgan gaplariga keyin tayanib ish qilaman. Yo aravani tortadi, yo aravadan tushadi. Qani sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qani 2026-yilda hurmatli yurdoshlarim, hammangizga kuch-quvvat, hammadagi mana shunday murojaatlaringiz bunday sansala bo'lib yurmasin. Ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik tilab, men mana bu bugungi kunimni yakunlayman. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.